Assalomu alaykum aziz va go'zal onajonlar. Bizdan ham uzun, ham katta razmer dvoyka so'rayotgan opalarimiz uchun tizzadan tushib turadigan mol ko'l shimlari shunaqa keng kilot bo'lgan asal dvoykalarimiz keldi. Hozir bizning do'konimizda 54 dan 60 gacha qolgan ekan. O'shaning uchun 54 ni kiyib ko'rsatyapman, lekin 50 dan 60 gacha keladi ushbu dvoykamiz. Tez kelib olasizlar, razmerlari 50 dan 60 gacha muzdekkina uzun dvoykamizni ko'ryapsizlar. Mana bu uzunliklari opajoylar mo'l ko'l tashab turadi. Narxi necha pul edi buni? 200 mingdan. 200 mingdan shimlari mana shunaqa keng kilot. Rasvetkalari garimdori gulli, ustundagi adras gulli va ko'ryapsizlar garoshka gulli. Tez kelib olinglar, ham katta razmer, ham tashab turadigan, ham yaxshi kачественный shtapeldan tikilgan. Rezinkalari ham siqmaydigan, yaxshigina kачествоda qilingan shtapel. Tez kelib olasizlar, razmer 50 dan 60 gacha,